Assalamu alaykum, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Men bu videoni sizlarning foydalanishingiz uchun yo'lladim. Ham tegishli bo'lsin deb. Mening bir o'g'il, ikki qizim bor. Cho'ng 3, onun kichigi 2, kichigi 3 oylik bo'ldi. Balkim biz Uyg'urlarda kichik bolalar ushaqlar ko'p-ku. Qisqanchlik nimalar qandoq tugatimiz, qandoq biz qisqanchlik bo'lmaydi, cho'ng kichigini qisqanmaydi degandek. Shu mening önümünü ko'rgan usulimdan birini deb berishni to'g'ri ko'rdim. Men qizimni tuqqan vaqtimda, qo'zg'amda bor vaqtdan boshlab bolalarimga qo'zg'amda sizningki do'stingiz bilan birga o'ynaydi, uchinglarda ham birga o'ynaysizlar, jiq adash bo'lsa bek yaxshi bo'ldi. Sizlar zirkib qolmaysizlar degandek men tushundirib bu baby degan sizning ukungiz, birga o'ynaysizlar, birga yashaysizlar, ishni birga qilasizlar degandek men tushundirib mangizga singdirib etdim. Tug'ib bo'lguncha qadar 6 oy. 3 oylikdan boshlab, 4 oylikdan boshlab tushundirgandim. Ashunday qilib tushundirib etdim. Hamda men bolalarimga tug'ishdan ilgari yushurin hadiya olib qo'ydim. Hadiyalab uni tiqib qo'yib, tuqqan vaqtimda doktorxonadan kelishda bolamga berdim. Buni sizga baby akapti, qarang, sizga bek amroqkan o'yinchiq akapti deb bolalarimga yangicha bir o'yinchiqni hadiya qildi. O'sha babyning qo'sqini qo'yib turib, "Men sizga akapti, qarang" deb bilan qilsam, qo'shib bu baby menga bek amroqkan degandek. Boy baby menga hadiya qilgan o'yinchiqim bu deb shunda asrab bek o'ynab ketdi. Anandan keyinmi, shunda menga kishilar bilan o'ynab bek amroqkan qarang, keyin o'yinchiq qapti deb masalan arada o'yinchiqlarni elib yoki dara sirtqa chiqib ketgan chaqda, masalan boshqa bir yemak taliq bir narsa, ushaqchak narsalar akasi qarang, mana baby sizga beribdi deb ashna deb qilib bolalarga o'zini amroq ko'rsatdim. Ham oralar kichik bo'lgandan keyin qisqinib urib sanmasin degandek-chu. Ashuna qildim. Qilgandan keyin mana hozir 3 oylik bu 3 oylik bo'libdi qizim, kichik qizim. Cho'nglari kichigini ya urdigan ahvollar yo'q, yoki qisqindigan ahvollar yo'q. Apa babyni uxlatsin. Biz o'zimiz men uxlayman, men apa babyni uxlatsin. Lekin apa baby yig'ladi. Hop deb men berib bo'g'ich yig'lama deb peshni silab suyab degandek qilib ketdi. Kulsa baby kuldi apa deb qo'shib ketdi degandek. Mana 3 oyga qisqanish yo'q. Hatto 2 oylik 2 yoshga kirgan qizimni qisqanmaydi. 3 yoshga o'g'limni qisqanmadi. Apa baby yig'lab ketdi, chaqqan bulan babyni elang deb menga degandek ashuna qilib bek amroq bo'lib ketaylik. Shunglashqa men sizlarga tavsiyalarim mel tug'ib bo'lgandan keyin bo'lsin. Tuqqandan keyin tug'ishdan ilgari bo'lsin, bolalaringlarning mangizga singdiribetsanglar qisqanch yo'qaydi ekan. Men buning bek unumini ko'rdim. Shuni sizlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Bizning Uyg'urlarda ushaq baliq bo'lgan, qisqanchlik qilgan, qisqanchlik qilsa cho'ngni uradigan, yeklaydigan, cho'ngni achchiqlab nima qilib qolsak, cho'nglarga taximiz zarba bo'lib, u bolalarning ruhiy nimasi tushkun bo'lib qoldigan, o'zi erkin fikr qilolmaydigan bo'lib qoldi. Shuning uchun kichiklari qisqanchni bilmaydi emasmi? Kichiklarni qo'yib cho'nglar bilan barabar birga o'ynab degandek qilib bersak bo'ladi. Ammo undan bekroq o'ynamliklari shu tug'ishdan ilgari bolalarning mangizga singdirib yushurin holatda buni baby berdiski deganda qilsak bekroq unum bo'ldi ekan. To'g'ri, biz tug'ib bo'lgandan keyin bebek bilan bo'lib cho'ngga ko'ngil bilib bo'lmaymiz, cho'nglarni qishqa berib bo'lmaymiz emasmi? Shuning uchun bekam bo'lgandan keyin bu baby bilan bo'ldi ekan. Kichiklar mendan ko'rim yo'q ekanlarning bolalarning mangizga bir yuk bo'lib qoldi ekan. Shuning uchun shuna qilsak, qo'y baby men o'yinchiq berdi, men o'ynayman degandek. Men sizlar babyning kichikini qishida tursanglarmi, cho'nglarida bir qisqinib ketadigan ahvollar bo'lmaydi ekan. Men bu ahvolni qo'llanish orqali men hozir faqat qisqanchlik nimalarni ko'rmadim. Shunga men buni sizlarga tegishli bo'lsin deb. Balki bilganlar bo'lsa takror bo'lib qolar, bilmaganlar bo'lsa foydasi bo'lib qolar degan umid qildim. Yana boshqalarning boshqacha fikrlari, boshqacha ko'rgan usullaringlar bo'lsa, o'rtoqlashsanglar texim mamnun bo'laman. Men mush orqali qisqanchlikni yo'qotdim. Sizlarning balkim bundan bekroq yaxshi amallaringiz bo'lishi mumkin. Shunga sizlar bu taklif fikirlarni aymagan bo'lsanglar, Alloh rozi bo'lsin.